Uzrnoma Humayro Halil. Loyiha rahbari Muhammad Shohi Ibrohim, tadrischi Shafoat Hasanova, filologiya fanlar doktori, professor. Muqova dizayneri Jaloliddin Karabayev, mas'ul muharrir Komil Umar, filologiya fanlar bo'yicha falsafa doktori. Muharrir Mavjuda Nuriddinova, sahifalovchi Javohir Zokiro'g'li, musahhih Saydrasul Idrisov. Uzrnoma Falastinlik bolalar hayotidan qissa. Bosh qo'ygum issiq bir yotoq ichida, xotirjam g'aflatning uyqusi bilan, sen esa qaltirab tongu kechada, bedorsan ochlikning qayg'usi bilan. Nafsim och, yirtqich qush, nozik tab mehmon, eng laziz taomlar oldimda har dam. Sen esa burda non izlaysan hamon, ko'zda nam, dilda g'am, boshing qilib ham. G'arq bo'lib ne'matning dengizlarida, isrofning kasridan ko'nglimda zanglar. Sen esa ochlikning kengliklarida, ilojsiz og'zingga solasan qumlar. Har nafas portlashdan hayiqib bo'zlab, dahshatdan jovdirar mungli nigohing. Topmaysan otangni, onangni izlab, yetim boshing uzra yo'qdir panohing. Ey olam, yordam ber, deysan bo'lib zor, yuragim yertilar ohu nolangdan. Af etgin jon bolam, men qalbi badkor, uzrnoma bitdim qalbim qonidan. Ochlik. Bolalar qo'llariga ismlarni yozdirishmoqda. Sababi bomba tashlagandan halok bo'lirsa yoki yaralanishsa kimligini bilirsin. Xabarlardan 2024-yil G'azo, Bayt Hanun, subhiydan. Endigina ko'tarilayotgan tong nafasi, hali iliqlik berishga ulgurmagan, G'azoning vayronaga aylangan chekka hududida tuproqqa qorishib ketgan g'isht va beton bo'laklari orasida shamol changni asta ko'tarib, so'ng